Onix'da siz bilmagan sekretlari yurayotgan paytda do'stlar, ya'ni Onix'da yurayotgan paytda nima funksiyalarni ishlatsa bo'ladi, nimasini ishlatsa bo'lmaydi. Hozirgi paytda Onix'lar pashti juda ham ko'p, haligi narsa savdoga beryapti. Ko'p odam Onix olyapti, lekin to'liq funksiyalarni ishlatishni bilmayapti. Mana sizlarga hozirgi paytda men Onix'da 1,5 yildan beri yuribman va alhamdulillah zo'r mashina. Va hamma funksiyasini ishlataman. Cruise control, multimedia knopkalarni. Mana knopkalar nima uchun qo'yilgan, ruchkadagi. Masalan, mana ekranda nima ruchkalari borni hozirga tushuntirib beraman. Ko'p odam biladi. Mana hozirgi paytda biz do'stlar, ya'ni Farg'onadan Quvaga qaray ketyapmiz. Quva yo'lidamiz do'stlar. Kim Quva yo'lini bilgan bo'lsalar, tanib qolgan bo'lsalar, like qo'yib, rahmat Oybek aka deb kommentariy yozib qo'yinglar. Endi Danli yo'lda ketayotgan paytda eng zo'r narsa bu cruise control. Qaranglar, mana operatorni yaqinroq ko'rsatasiz. Ya'ni ekranda ko'ryapsizlar, pastda uni knopkacha yonib turibdi. Tak, mana shu yerda shuni operator ichimda yaqinlashtirasiz. Ko'ryapsizmi, uni mana ko'rsatasiz. Mana do'stlar, mana bu narsa mana. Men yoqib o'chiraman. Mana ketdi yonib o'chyapti. Do'stlar ko'ryapsizlar mana. Yonib o'chyapti. Mana shu yonayotgan mana cruise control yondi. Buni men mana knopkani bosib yoqyapman mana. Ya'ni shu knopka orqali yoqish yoqdim. Endi ketyapman men. Tezligim mana ko'ryapsizlar 65 tezlikda ketyapti. Ya'ni skorost 65. Men buni pastga bosyapman. Mana pastga bosganda yashil bo'lib qoldi. Operator yaqinroq olib kelib ko'rsating. Mana do'stlar, operator uchun like qo'yib qo'yamiz do'stlar. Mana ya'ni ko'ryapsizlar, yashil bo'lib qoldi 65 tezlikda. Endi men knopkani olib mana teparoqqa qilsam, ba'zi tezlik o'zgaraveradi. Ya'ni bu nima degani? Men mana tezlikni o'zgartiryapman do'stlar, ko'rayotgan bo'lsalaring. Endi yo'lda ketayotganda operator syomka qilyapti, operatorga like qo'yib qo'yam, 72 tezlikka qo'yib qo'ying, 73 tezlikka qo'yib qo'ying do'stlar. Mana 73 tezlikda mashina ham o'zi ketyapti. Gazni bosgan, operator past oyog'imni ko'rsating mana. Ko'ryapsizlar, gazni bosganim yo'q. Hech narsani bosmasdan sekin xotirjam ketyapman. Va cruise control, ya'ni mashina o'zi ketyapti. Men rol orqali shunchaki olib boshqarib ketyapman xolos mana. Prosta qo'lda rol ushlab, xotirjam. Ya'ni men oyog'ingiz charchamaydi do'stlar, 06 ga olasiz. Oldingizmi? Ya'ni xotirjam charchab ketaverasiz. Bu zo'r funksiya. Uzoq yo'lga ketsangiz, mana ba'd 70 qo'yilganligi uchun 70 tezlikda qo'yib qo'yaman, 70 tezlikda xotirjaman. Pasaytirish uchun do'stlar pastini bosaman. Pastni bossam 70 tezlikka tushadi mana. Pasaytirib ko'taraman. 70 ga qo'yib qo'ydim. Bo'ldi, 70 da xotirjam lelolayni qo'yib olib, musiqani qo'yib olib, maza qilib ketaverasiz. Charchamaysiz. Faqat bitta narsa hushyorlik talab qilinglar, uxlab qolmanglar. Uxlab qolishga olib kelish mumkin. Chunki hech narsa qilmasdan o'tirib o'rsiz uyqusi kelib qoladi-da. Do'stlar, endi bundan tashqari mana operator rulni olib kelasiz. Ya'ni ko'ryapsiz, rek plus bor, rek minus bor. Men nimadir bo'lib, chicha uzara olasiz. Men hozir tormozni bosdim. Ya'ni tormozni bosganligida yana kulrang bo'lib qoladi. Ya'ni cruise control o'chadi. Cruise control o'chish funksiyalari bu tormozni bosganingizda o'chadi. Keyin mana bu rolni yonidagi knopka bor. Shuni knopkani bosganingizda ham o'chadi cruise control. Ya'ni уже mashina sekinlashishni boshlaydi. Chunki gaz bosilmayotgani tufayliga. Endi men tormozni bosdim. Tezligi mana ko'rlaring, уже 62 ga tushdi. Svetofordan o'tib ketdi. Operator ko'rsating. 62 dan o'tyapti. Endi men buni yana avvalgi tezlikka chiqishim uchun men knopkada tepani bosib qo'yapman. Tepani bosib qo'ysam, avvalgi tezligim 70 bo'lganligi uchun bo'ldi mana. Mashinaga tegganim yo'q. Mashina yana o'zi tezlashib 70 tezlikka chiqib oladi. Endi mana shu paytda gazni bossam nima bo'ladi degan bo'lsalaring, mana 70 tezlikda ketyapman. Mashinani obgonga chiqmoqchiman, juda tezroq yurmoqchiman. Men gazni bosib tezroq yuraman. Mana 80 ga chiqdim. Obgon qilib oldim misol tariqasida, bo'ldi. Ya'ni mana hozir 100 yuradigan yo'lga keldik. O'sha 100 yuradigan yo'lda obgonga kirmoqchiman. Tormozni oyoqdan olsam, sekin mashina yana yurib, sekinlab yana 70 ga tushib oladi o'zi. Ya'ni 70 ga tushib, yana 70 da bir xil me'yorda ketaveradi. Do'stlar, bu juda ham zo'r funksiya. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like qo'yib qo'llab-quvvatlaysizlar. Endi cruise controlda yana tepadagi knopkasi bor. Juda ko'p odam bilmaydi, ya'ni mana bu knopka. Bu knopka nima deydigan bo'lsalaring, bu knopka bosganlaringda cruise control o'chadi va ekranda tabloda operator ko'rsating. Ya'ni tabloda tepada ko'rgan bo'lsalaring, mana bu joyi bor. Mana 70 degan joyi chiqib qoldi. Ya'ni bu hozir o'chiq bu. Ya'ni men gazni bosib ketyapman. Endi buni tepani bossam mana 58 59 men 70 tezlikda qo'yib qo'ydim. Mana
Sekin ko'rinyapti operator. O'sha joyini 70 qil ekan, 71 qildim. Ya'ni mana tablo tepasi do'stlar, bu yerda ham ko'rsatyapti. Bu nima degani, endi men gazni qancha bossam ham mana gazni bosyapman do'stlar. Gazni qanaqa bossam ham do'stlar, mashina 70 tezlikdan o'tmaydi. 70 dan keyin gaz yo'qolib qoladi. Bo'ldi. Bu shaharlarga juda ham zo'r funksiya bu do'stlar. Shaharlar ichida yurmoqchi bo'lsangiz, mana shaharda 60 tezlik bor, 70 tezlik joyda bor. U haligi mashina turbo, o'z bilmagan holda bitta gaz bosib, vo'ngay tezlashib boraveradi haligi. Hozir mashina shuni olib ketdi, hammasi tezda yuzga chiqib boraveradi. Mana shunaqa tezlikdan o'tib ketmasligi uchun o'sha 60 yo 70 mana shahar ichiga kiryapmiz, zonasiga o'sha men 65 tezlikka qilib qo'yapman, to'g'risi. 64 yo 65 tezlikka qo'yib qo'yapman. Bo'ldi mana 60 tezlik. Hozir tezligim katta bo'lganligi uchun migat qilyapti. Tezligim mana 60 dan tushgandan keyin bo'ldi. Men gazni bosaman, tezligim 60 ga chiqadi, bo'ldi. Gaz sirasi yo'qoldi. Ya'ni qaysi ma'noda? Ya'ni men 60 tezlikka bo'ldi. Bu juda ham zo'r funksiya. Bu funksiyani o'chirish uchun ham yana o'sha cruise controlda o'chirilgan funksiya bor. Shu funksiyani bossalaring, mana qovus operator uxlab qolmaydi. Do'stlar, operatorga telefon qilib bo'lishadi, operator shu uxlab qoldi. Shuning uchun operator yaxshi olyapti, yangi shogird bola. Shuning uchun do'stlar, like qo'yib, operator yaxshimi yomonmi kommentariy yozib qo'yinglar do'stlar, bilmaysiz chiqmasin. Ya'ni mana knopkani bossalaring, cruise control yonida qovusda chiqib qoladi. Qovus paytida bu ishlamaydi. Ya'ni qovus paytida tayyorgarlik, tezlik tayyorgarligi. Tepani yoki pastni bosadigan bo'lsangiz, yana ustanovka qilinadi, bo'ldi mana tezlikni. Yana ustanovka qilib qo'ydik mana. Pastni bossalang eski tezlik, mana hozirgi pastni bossalang hozirgi tezlik, 70 ni tepani bossalang avvalgi tezlik. Mana hozir sekin shahar zonasida mana pasayyapmiz. 70 qo'yib qo'ydik, hozir 70 lik joyga ketyapmiz. 70 qo'yib qo'ydik, mana bo'ldi. Avtomobilingiz tezligingizni qancha gaz bosishingizdan qat'iy nazar, vang'illar bosasiz, bu svetoforlarda juda zo'r effekt beradi. Svetoforda turib to'xtaysiz, to'xtaganingizga 70 qo'yib qo'ygansiz. Bitta gazni bosingiz, bitta tezlashadi, butun motor vang'illar tezlashadi. 70 ga chiqadi, faqat o'chadi. 70 da agi gaz ishlamay qolaveradi. Yangi shopirlarga juda ham zo'r. Mana 70 tez bo'ldi. Gazni qancha bosishingdan qat'iy nazar tezligimiz 70 dan oshmaydi. Do'stlar, bu cruise control funksiyasi. Endi buni hozir video qilsam juda ham ko'p nima ketadi. Endi mana bu yerda mana juda ko'p odam bilyapti, bilmayapti. Mana 65 tezlik ko'rinib turibdi. Obi aka buni qanday o'zgartiradi, bir mendan so'rashdi do'stlar. Buni bu yerda 3 menyumiz bor. Men yerda ko'rsatdim mana knopkada. Ya'ni bokovoyda, ya'ni ayni artadigan menyu knopkasi bor. Bu hozir 3 ta menyu bor. Buni birinchi menyu turibdi, hozir ko'rdik. Bir menyuda ichida yana qo'shimcha 4 ta 5 ta funksiyasi bor. Mana ikkinchi menyu informatsiya avtomobili menyusi bor. Uchinchi menyu ekosi bor. Ya'ni eko benzinni nazorati bu. Ya'ni men hozir mana operator mana shu paytda bunday o'rtani bosib qo'ysangiz, fokusirovka naring ketadi. Rol borligi uchun bu qolyapti. Do'stlar, operator esa qiynalib olyapti, endi harakat qilyapti. Mana menyuda eko funksiyasi do'stlar. Menyuning funksiyasida, ya'ni eko funksiyasida sizlar benzinni qancha rasxod bo'layotganini ko'rasizlar. Bu bizga menyu ko'rsatgan bir tiyin kerak emas do'stlar. Bizga asosiy menyu birinchi bilaman. Poyezdka haqida rasxod to'plab nima kerak? Shunda mana siz tezlikni qo'yib qo'ysiz bo'ladi. Ikkita nima bor? Hali shotchigi bor, probeg 1, probeg 2 bor. Men ko'pincha probeg 1 da propan yurganligim uchun propanni bilasizlar, qanaqa bo'lishlarini, qancha bo'lishlari qat'iy nazar taxminiy hisobingizni olib yurishingiz kerak bo'ladi. Propanda probeg 1 da propanga qo'yib qo'yganman. Ikkinchi probeg 1 da men nimada ishlataman? Ikkinchi probeg mana 3200 km turibdi. Mashinani yog'ini almashtirishga ketaman. Ha, aytmoqchi, mashina yog'i bo'yicha endi bitta sizlarga life-hack bilmaganlarga menga qarating, operator. Ya'ni do'stlar, mashinani yog'ini tavsiya etiladi ustalar orqali do'stlar, har uzoq ketsa 6000 da mashina yog'ini almashtiringlar. Ya'ni kim telefon qilyapti hozir? Ha? Hozir qaytaramiz uni, to'xtatib turing. Ya'ni mashinani yog'ini aynan 10x turboda 8000 berishyapti. Ustalar o'zimni qadrdon bitta ustam bor edi. O'rtadida 6000 ga almashtirardi. Mashinani dedi, nimasida turbosi nagari to'planib ketib, mashina turbosi tortmay qolyapti dedi. Aynan shu 8000 10000 yurganlarda deyapti. Shuning uchun nagar olmasligi uchun har 6000 da dedi mashina yog'ini almashtirardi, mashina cho'tga yuradi. Shuning uchun tavsiyam turbo 10x deganlari har 6000 almashtirgan. Endi menyumizni davom ettiramiz. Keling, shu esimga kelib qoldi aytib.
Xo'p, qaranglar, mana menyuda ichida zapas toplivi, ya'ni qancha benzin qolgani ko'rinyapti. Operator buni olasizda, mana shu o'rtani olishga harakat qiling. Mana shunday zo'r. Operatorga like qo'yamiz, qo'li qaltirasa ham shu 60 tezlikda ham harakatdan. Qaranglar, zapas qancha benzin qolgani, ikkinchisi hozirgi paytda bo'lagan rasvod, menda propanda ketyapman, lekin taxminiy rasvodni yo'lga qarab chiqaraveradi do'stlar. O'rtacha tezlik 3708. Ya'ni o'rtacha tezlik shu mashinani yurgizib yurayotgan paytingizdan beri o'rtacha yurayotgan tezligingizni ko'rsatib ketadi. Undan keyingisi o'sha tezlik bo'ldi do'stlar. 6 ta funksiyasi bor xolos. Bu birinchi menyu. Ikkinchi menyuda siz mashinani suvini temperaturasini, men ko'proq bu temperaturani ertalab soat saharda mashina yurgizayotganda ishlataman. Ko'p odam turboga shunday o'tiradi, yurgizadi sirazu. Do'stlar eslab qo'ying, turboda qiziganda faqat yuringlar xolos. Qizitmasdan turboda yurmanglar, mashinaning endi rasvos chiqib ketadi motor. Turbina qizish kerak. Men mashinani 60 bo'lganda, mashinani 10x mashinani yurish tezligi menda 90 gradus. 90 gradusdan oshmaydi. Mana hozir 91 bo'ldi. Keling operator ko'rsating. 90 bo'ldi gradus, 92-93 bo'lishiga sirasi nima almashadi mendan u. Termostat ochib turib 90 dan oshmaydi men temperatura. Ya'ni turboda temperaturasi mana mashinamning 90. Qolganlarda bilmayman. Sizlarda necha yuradi, kommentariy yozib qoldiringlar. Ertalab mashinani 60 qilib qizdiraman, 60, 65, 70 bo'lganda keyin joyidan jildiraman mashinani. Undan keyingi menyu, ya'ni yog'da nimasi, strok служба qancha yog'di. Buni ishlatmanglar, bunga qaranglar, bir tiyin bunga e'tibor qaratmanglar. Bu yaxshi narsa emas, do'stlar. Hali 20% qolibdi, 10% qolibdi deb yuravermanglar, bo'lmaydi. Sirazu almashtiringlar yog'ni. Bu mashinani o'sha davleniyasi, ya'ni ko'p odamda sariq yonib qolyapti, menda sariq yonmaydi, sabab men programma qildirganman. 200 ming, 200 ming bolalar programma qilib bergan. Davleniya o'sha 1.6 dan pasayganda sariq yonadigan qilib berishgan menikini. Mashinani bal, yana o'sha suv. Do'stlar, bo'ldi, mana shu 3 ta menyusini eng foydaligi do'stlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, Soqqal ishlar kanaliga obuna bo'linglar, podpisatsiya bosib, like bosib, o'z fikrlaringizni 10x mashina haqida nima deysizlar? 10x nega arziydimi yo'qmi? Men misol uchun 1,5 mingdan beri yuryapman. Lacetti ham mindim do'stlar. Epica ham mindim do'stlar. Cobalt ham mindim. Malibu ham mindim. Malibuga nisbatan jicha tor, to'g'risini aytib, Malibuning jicha kengroq bo'ladi, joyiz chiqaroq bo'ladi. Nimaroq o'tirasiz. Lekin keng dunyo, torga tor dunyo. Bizni keng qalbimiz keng ekan, biz ham 10x da kengini o'tiribmiz. Bo'lmadi. Sekin yurganda Zaporojga olib ketyapti. Qo'yilaman, Zaporoj 20 dan kelibdi. Bu 20 qattiqki bu. Mashalloh, bu Samarqand yo Sirdaryodan kelibdi 20. Qo'yil do'stlar, mana shu Zaporojga like qo'yib qo'yinglar. Mashalloh, malades, shu Zaporoj egasiga malades. Pilivallar o'tganiga malades shu Zaporojni. Qo'yil. Do'stlar, Zaporoj ham legenda, men Dog'istondan aytmoqchi. Birinchi mening mingan mashinam Zaporoj bo'lgan do'stlar. Tak что Zaporoj ham o'ziga yarasha do'stlar, 10x ham, Cobalt ham. No, yangi mashina olganim uchun maza qilib yaxshi ko'rib bilaman shu mashinani. Bilmayman, mehrim boshqacha qo'yganmanmi. Mashina zo'r, shtob, juda ham shtob do'stlar. Like qo'llab-quvvatlaymiz, podpisatsiya bosib, pastdagi nomer desam, o'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Rahmat.